2026 yilgi Chevrolet Cobalt zamonaviy dizayn, yaxshilangan texnologiyalar va kundalik foydalanish uchun qulay xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu model o'zining ishonchliligi, iqtisodiy yoqilg'i sarfi va qulay haydov tajribasi bilan ko'plab haydovchilar uchun jozibador tanlov bo'lib qolmoqda. 2026 versiyasi tashqi ko'rinishda yangilangan elementlar, yanada zamonaviy interyer va rivojlangan xavfsizlik tizimlari bilan taqdim etiladi. Avtomobilning tashqi dizayni yanada sport uslubida ishlab chiqilgan. Old qismida yangilangan radiator panjarasi, LED kunduzgi chiroqlar va zamonaviy faralar mavjud. Aerodinamik shakl avtomobilning nafaqat ko'rinishini chiroyli qiladi, balki yoqilg'i samaradorligini ham oshiradi. Yon tomonlarda yangi dizayndagi alyuminiy disklar va silliq chiziqlar avtomobilga yanada jozibali ko'rinish beradi. Orqa qismida esa yangilangan LED chiroqlar va soddalashtirilgan bamper dizayni mavjud bo'lib, umumiy ko'rinishni zamonaviy qiladi. Ichki qismi esa qulaylik va texnologiya uyg'unligiga asoslangan. Salon keng va ergonomik tarzda ishlab chiqilgan. Haydovchi o'rindagi ko'p yo'nalishda sozlanadi va uzoq safarlar uchun ham qulaylik ta'minlaydi. Markaziy panelda katta sensorli infotainment displey joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bluetooth ulanishi, USBportlar va yuqori sifatli audio tizimi yo'lovchilar uchun qulay multimedia tajribasini ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Cobalt kapoti ostida ishonchli va samarali dvigatel joylashgan. Avtomobil odatda 1.5 litrli 4 silindrli benzin dvigateli bilan jihozlanadi. Ushbu dvigatel taxminan 106 ot kuchi ishlab chiqaradi va kundalik haydash uchun yetarli quvvat beradi. Transmissiya variantlari sifatida mexanik uzatmalar qutisi yoki avtomatik uzatmalar qutisi taklif etiladi. Yoqilg'i sarfi esa iqtisodiy bo'lib, shahar va magistral yo'llarda samarali natija ko'rsatadi. Xavfsizlik masalasida ham 2026 model ko'plab muhim funksiyalar bilan jihozlangan. Avtomobilda